Hamdamga bir og'iz yana gapim bor. Hamdam ukajon, seni o'zim Toshkentga olib kelganman. O'zim pul tikib kliplaringni olganman. O'zim pul tikib ashularni yozganman. O'zim pul tikib uylantirganman seni, esingda bo'lsa. Hammasini o'zim qilganman. Mana Hamdam Sobirov bo'lgancha, uy olsan, mashina olsan, xotiningga mashina padarga qolsan yoki boshqa ishlar qilib maqtan olsanda, ukajon $800, $1000, $2000 bitta she'r puli bo'lsa, 20 ta 30 ta she'r puli 20 ming, 30 ming, 40 ming dollar pul bo'lishi mumkin. Shuni pulini berib qo'y ukam, ertaga qanaqa qilib konsertda chiqib, mana u yaltiroq kojinni kostyumlaring bilan chiqib, sochlaring tarab muxlislarning oldiga qaysi yuz bilan chiqasan ukam. Masalan kutaman, mana o'zimni studiyamda, o'zim ofisimdaman. Tez yetib kelgin, bo'lmasa seni bolalar borib, oyog'ingdan ko'tarib qayerdan bo'lsang olib kelishadi. Men seni bugun mana soat mayli 12:00 kutaman. Davay, tezlash uka. Mana nafas olishi bolajonimizga qaranglar. Qatang'ot nafasi. Mana apparaturalar tomog'iga nafas yetishiga. Mana tomog'iga apparat bilan mana shu shnankada